Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu muzokaralarda talablarni ko'paytirayotgan masalasi. Shundan kelib chiqdi savol. Amerika Qo'shma Shtatlari vaziyatdan foydalanmoqchimi? Ya'ni vaziyat mana shunday nozik bo'lib turgandan foydalanib Eronga shartlarini qo'yib olmoqchimi? Birinchi savol. Ikkinchisi muxlislardan savol kelyapti. Bilamiz, o'sha Venesuela keysida Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining sirli qurolini ishlatdi. AQSh Eronga nisbatan ham sirli qurolni ishlatishi mumkinmi degan savol. Mana shu. Endi to'g'risini aytganda bu yerda gap faqat sirli qurolda emas. Agarki mamlakat rahbariyatida masalan bir g'urur deymizmi yoki bo'lmasam bu yerda kuchli potensial bo'lsa, qo'rquv bo'lmasa, har qanday mamlakat u kichik davlat bo'ladimi, o'zidan 10 barobar katta bo'lsa ham davlatga bas kelishi mumkin. Endi Venesuelada bu yerda to'g'risini aytganda bu bir tomondan Amerika Qo'shma Shtatlarining shundoq biqinida joylashgan davlat, doimo bu Venesuela o'sha Qo'shma Shtatlarning ta'sir doirasida bo'lib kelgan bir muncha oraliqdagi masalan shu so'l qanot kuchlar hokimiyat tepasiga kelgan, ya'ni Hugo Chavez davridagina bir muncha Qo'shma Shtatlar ta'siridan xoli davlatga aylangandek bo'ldi. Va Venesuelada harbiylarning sotib olinishi yoki mamlakat rahbariyatini o'sha Qo'shma Shtatlarga undan keyingi o'rtada Nikolas Maduro hokimiyatdan ko'tarilgandan keyin o'g'irlab ketilganidan keyin Rodriges boshchiligidagi hukumat Amerika Qo'shma Shtatlariga moyilroq kuchga aylanib qoldi. Lekin bu yerda albatta xalqaro kelishuvlar bo'lganligini ham nazardan qochirmaslik kerak. Bu yerda Rossiyaning manfaatlari bor, Venesuelaning manfaatlari bor. Qo'shma Shtatlar Venesuelada hokimiyatni almashtirgani bilan, lekin hali masalan Rossiya bilan Xitoyning manfaatlariga jiddiy shikast yetgani yo'q. Va Rossiya ham Eron ham yoki Xitoy Xalq Respublikasi ham bu yerdagi hukumat bilan avvalgi loyihalarni amalga oshirishda davom etyapti. Lekin o'z navbatida Qo'shma Shtatlar bir ikkita o'zining maqsadlariga erishdi. Birinchidan Venesuela rahbariyati ancha mo'tadillashdi Qo'shma Shtatlarga nisbatan. Ikkinchidan yaqin orada Qo'shma Shtatlarning investitsiyalar uchun yoki ayniqsa energetika sohasida neft, gaz qazib chiqarish sohasidagi Amerika Qo'shma Shtatlarining ilg'or kompaniyalari faoliyat ko'rsatish uchun zamin hozirlab berildi, qonunlarga tegishli o'zgartirishlar kiritilyapti. Ertaga masalan yana Venesuela neft gaz konlarini yoki qazib chiqarishni mana shu xususiy qo'llarga topshirish yoki xorijiy investorlarga topshirish haqida gap boryapti. Va ikkinchi tomondan Qo'shma Shtatlar o'sha Amerika parast siyosiy kuchlarning qamoqda yotgan siyosiy kuchlarni qamoqxonalardan chiqarib olishga muvaffaq bo'ldi. Va bu yerda Eron bilan solishtiradigan bo'lsak, Eronning harbiy salohiyati yoki iqtisodiy salohiyati birmuncha yuqori. To'g'ri, Eronda pul qadrsizlangan, o'sha real deymizmi, yoki Eronning milliy valyutasi masalan $1 dollarga 1.400.000 mingmi qancha chiqib shuncha kurs to'g'ri kelyapti. Xullas, Eronda iqtisodiy ahvol ancha og'ir, lekin Venesuelaga qaraganda Eron ancha boy va qudratli hisoblanadi. Va mening nazarimda bu yerda albatta Eron imkoni boricha mana o'zining maqsadlariga yetishdi deyishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining muqarrar urushga kirishdan cho'chishini Tehron anglab yetishganlik. Shuning uchun u muloqotlarda vaziyat qanchalik keskin bo'lmasin, ya'ni mamlakat ichkarisidagi ichki muhit, siyosiy muhit qanchalik og'ir yoki tang bo'lmasin, Eron rahbariyati faqatgina biz yadroviy dasturni muhokama qilamiz deyapti. Agarki Eron rahbariyati bo'sh kelganda edi, u raketa dasturlarini yoki mana shu proksi tashkilotlar deymiz, mintaqadagi bir qator harakatlar bor. O'sha Hizbulloh yoki Hamas yoki yana boshqa Ansorulloh shunga o'xshagan tashkilotlarni moliyalash masalalar bor. Xullas, Eron bugun aytyapti, faqat
biz yadroviy dasturimizni muhokama qilamiz deyapti. Lekin muhokama qilingan taqdirda ham biz qaytishimiz mumkin. Ya'ni avval 2015-yilda imzolangan kelishuvlarga, lekin shunda ham xalqaro sanksiyalar butkul yechilishi kerak deyapti. U qisman emas. Biz faqatgina mana shu taqdirdagina rozi bo'lamiz deyapti. Bu degan so'z ertaga Eron boyitilgan uranlarni, ya'ni atom elektrostansiyalari faoliyat ko'rsatadigan bo'lsa, bu yerda masalan keyinchalik orttirilgan boyitilgan uranlardan yadroviy qurollar ishlab chiqarishi mumkin Eron. Shuning uchun bunga yo'l qo'ymaslik uchun mana 2015-yildagi kelishuvga ko'ra Rossiya Federatsiyasi mana shu boyitilgan uranlarni o'z mamlakatiga olib chiqish, ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududiga olib chiqish borasida kelishuvga erishilgani, menimcha bundan keyingi muloqotlarda ham masalaning mana shu tomoniga e'tibor qaratiladi va menimcha bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari ham faqat o'sha yadroviy dasturini o'zi bilan talablari bilan cheklanib qolmaydi, balki Eronning raketa dasturlari yoki boshqa eng og'riqli masalalarni muhokama qilmas, lekin ertaga biz sanksiyalarni yechib tashlaganimizdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining neft gazga ixtisoslashgan kompaniyalari Eronga kira oladimi? Eron bozorida ishlay oladimi? Mana shu savdolash haqida ham gap boradi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Amerika birinchi shioriga muvofiq, eng avvalo Amerika degan shiori bor, Donald Tramp mana shu shiorga muvofiq u har bitta joyidan o'sha o'ziga ko'z so'ka olmoqchi. Ya'ni foyda, manfaat olmoqchi. Mana shu Ukraina masalasini tinchish orqali ham ertaga shu sanksiyalarni yechish va Rossiya bilan savdolashish masalalarini hozir ko'rib chiqyapti. Demakki, mana shu Eron bilan masalalarda ham mana shu Eron rahbariyatiga qandaydir bir yo'llar bilan bosim ko'rsatish orqali manfaat ko'rmoqchi. Vigida deydi, ya'ni qanaqangidir savdolashish orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga foyda keltirish. Ya'ni ertaga Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga nisbatan sanksiyalarni o'z-o'zidan bekor qilmaydi albatta u. Buning uchun Amerika kompaniyalarini Eron bozoriga kiritishni xohlaydi. Chunki Amerika energetika, dunyo energetika bozorini boshqarmoqchi va bu boshqaruvda Venesuela va Eron kabi davlatlar juda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki mana shu ikki davlat neft va gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyodagi kuchli 5 talikka kiradigan davlatlar hisoblanadi. Endi Saudiya Arabistoni shundoq ham Amerika Qo'shma Shtatlari nazorati ostidagi mamlakat, yoki mintaqadagi boshqa boy davlatlar, Kuvayt, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va shunga o'xshash davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ittifoqchilik yoki strategik hamkorlik munosabatlariga ega. Menimcha mana shu bir tomondan Eron o'zi uchun juda ham qulay shartlarni ilgari surib oldi. Menimcha Eron qolgan shartlarga ham ko'nganda edi. Bu albatta Qo'shma Shtatlar tomonidan yanada kuchli bosimlar ko'rsatilishiga olib kelgan bo'lardi.